uydagi tarbiyamiz shunaqa bo'ladi. O'zidan voz kechgan holatda o'zgalarga yordam berishni yoshligimizdan o'rgatishgan bo'ladi. O'zi aslida boshida kelin bo'lib tushgan joyda, agar mani ichki holatimda, nimaga mana oddiy misol, bitta oilada ikkita kelin bo'ladi, bitta kelin hayotda bu ishlarni qilmaydi, lekin u kelin bu ishlarni qilmasa ham hech qachon bu temada gap eshitmagan. Lekin ham qilishadi, ham gap eshitishadi, ham janjal chiqadi, keyin oxirida qilmayman deydi ayol. Chunki ikkalasini oilasida ikki xil tarbiya bo'lgan. Har birimiz yana individual. Agar mani ichki holatimda bu narsaga men majbur emasligimni oldin o'zim tushunib olishim kerak. Tushunasizmi? Sizga kimdir aql o'rgatgandan yoki charchab ketganingizdan nima men qilishim kerak degan ichki og'riq bilan gapiradigan bo'lsangiz, aybdorlik hissi bilan sen qilishing kerak deb yuzingizga aytishadi. Uni gapirmasdan turib ham ichingizdagi holatingizni o'zgartirib turib ham bu narsani qilmasangiz sizga hech kim indamaydi. Sizni o'zingizda aybdorlik hissingiz bor, o'zingizdan voz kechadigan altruizm qismingiz bor, o'zingiz isbotlaysiz. Boshida o'zingizni yaxshi ko'rsatyaptidingiz-ku. Nimaga endi isbot uchun qarasangiz, qanchalar o'zingizni isbotlaganingiz sari o'shancha sizni yomon qilib ko'rsatishyapti. Keyin siz nima qilasiz? Boray deysiz. O'shaning uchun isbotda tagida oxirida minnat yotadi. Biz o'zimizni yaxshi kelinligimizni, yaxshi xotinligimizni, yaxshi kenayligimizni boshida isbotlaganmiz. Agar boshidan bu mas'uliyatni olmasangiz, sizga hech kim yuklamasdi.